bizda mana Italiyada oshni boshladik biz. Ha. Mana Italiyada quyosh sharaqlab turibdi. Portugalия, Испания. С Португалия. А Марокко с кем будете играть в чемпионат мира? Испания. Испания. Zацепил. Assalomu alaykum akalar. Mana yukni tushirib chiqdik Italiyada. Tojikistonlik Safar akamiz ham tushirib bo'ldi. Endi zadaniyani kutyapmiz, ortishga nima ortamiz. Kecha oshni qildik, marokkalik kollega, ukrainalik, tojikistonlik, men o'zbekistonlik, yana bir samarqandlik. Короче, maza qildik oshda. Tak, mana tushirib bo'ldik. Smayr bo'yicha aytib o'taman. Bizda instruktajda ham, kod 95 ga o'qitayotganda ham bu narsani aytib o'tadi. Agar sizda yuk ortayotganingizda ichkariga kirgizmasa, o'zlari ortsa, mana bu 18-grafaga при загрузке не участвовал. При загрузке не участвовал, не пустили вовнутрь. Ichkari qo'ymadi deb yozib qo'yish kerak. Sababimizda hozir menda ikkita повреждение chiqdi. Ya'ni paletda gruzsal upakovkalar buzilgan, gruzam nimadir bo'lgan chiqib, pogrushchik bittasini shilib ketdi. Xolos qilgan o'shanaqa bo'lgani uchun mana bu narsa yordam berdi. Chunki men aytdim, men bilmayman, повреждение ya'ni bo'lgan gruz ortganmi yo повреждение bo'lmagan gruz ortganmi, uni men xabarim yo'q, chunki men ichkariga qo'ygani yo'q dedim. O'shancha belgilab qo'yganmiz. Buni ustozim ham aytib o'tdi. O'qiganda ko'p e'tibor qilmasdik. Aynan shu ustoz bilan yurganda praktik o'zimiz ko'rib, shu narsalarni to'ldirganimiz uchun esimda qolgani uchun mana shu narsa o'zi yordam qildi. Biz endi gruz baribir страховка qilingan, faqat sizga lishni muammo bo'lmaydi-da, o'sha joyni to'ldirib qo'ysangiz, agar ortayotganda sizda ichkariga qo'ymasa, o'zlari ortsa, siz bilmaysiz-ku nimalar, qanaqa sostoyaniyada gruz ortayotganini, holatdagini. Mana akalar, Milanga yetmay gruz ortamiz. Hozir to'xtadim. Parkovkaga to'xtadim. Zaparovkasi McDonald's bor. Shada parkovka. Milandan gruz ortib, shu Italiyadan chiqib ketarkanmiz. Avstriya, Germaniya, Daniyaga gruz olib ketarkanmiz. Shu bugunga endi ish vaqtimiz tugadi. Aylanaylikcha. Tak, mana ortishga keldik, ana shu yerda ofisi bor ekan, ofisiga bordik. Yerda konteyner aralash ekan. Bizniki international ekan. International dedim. Birinchisi olmadi, chaqirib oldik ikkinchisini. 2021 dedi. 20-21 pandusga haydang dedi. Endi shaqqarab haydaymiz. Короче, mana akalar ortib oldik. Italyanz pogrushchik, qarri odam ekan. 9ta politsiyaga не повезло deyapti. Ha desam, 2 bo'lib ortamiz. Nimaga? Chunki deyapti, vidushingga og'ir tushadi. Ko'pchilik deyapti, orasini ochib full trial deyapti, ya'ni trailer to'liq qilaman deydi, lekin tormoz berganda hammasi bir joyga yig'ilib qoladi. Xo'sh, nima qilish kerak dedim. Короче, deb ozroq terlasa, mana shunday qilib ortamiz deyapti. Xo'p, mana yoqqa 6 tasini o'rtdi, har bir o'rtadan bog'ladimda, keyin mana bu tagidan mana shunday qilib Mariyaga itarib bog'ladik. Bunisiga dedi, mana stoykani qo'yasan, rasm bor ekan, kimlargadir. Ko'pchilik shunday o'rtamiz dedi, Daniyaga ketuvchilarga dedi. Ko'pchilikka dedi, palet ko'proq bo'ladi, ularga mazza dedi. Senga dedi, shu terlaysan dedi. Короче, buni stoykani qo'yasan dedi, keyin bu yoqdan olib usti bilan bu yoqqa, bu yoqdan olib usti bilan bu yoqqa tortib, mana yoqqa tormoz bosganda ketmaydigan qilasan. Orqasini xuddi shunday stoykani qo'yib bitta remni tortib qo'yasan dedi. Ustidan bitta qo'yasan. Xo'p, shunday qildik. Tortishga o'tirmadik qariya bilan. Keyin zo'r qilib beraman dedi. Ha, nima ekan desam, haqiqatan vidushiga 9,5 tonna urdi, pritseplarga вообще kam 3,5 mi shunaqa
Bitsa почти пустой. Chunki Avstriyani tog'lar bilan o'tasa, mana shunday qilib ortib beraman deb. O'rtani bo'sh qilib berdi-da. Mana shu o'rtani bo'sh qilib berdi. Ha mayli. Men kunga aytdim, mana bu paletni mana bunaqasiga burdagin full trailer. Ya'ni polностью shunday qilib ber desam, yo'q. Bo'lmaydi unaqa deb o'zining aytganini qildirdi. Ha mayli. Shunaqa qilib ortib oldik. Tak, mana akalar 603 903 yudushiga mana pritsepga 4 tomnadan. Ya'ni yudushi жёстко. Nagruska bor. Bemalol ketaveramiz tog'larda. Hozir shlagbaumga keldik, chiqamiz. Eng qiziq joyi bu ko'chaning nomi Vladimir Ilich Lenin 63A. Mana shu turgan joyimiz. Tavba qildim. Italiyada. Ortib oldik, yo'lga chiqdik. A1 trassasiga. Yo'lda bir zapravka qilamiz 180 kilometrdan keyin. Naryoqi 1,5 kilometr qoladi Daniyagacha. Tak, mana zapravkadamiz. Bu Litovsk nomerda bir qiz bola ekan. Mana bunda esa hindistonlik induslar. Ular zapravka qildi. Hozir mana bu qizdan keyin biz mana bu yerda ikki taraflama yo'q. Zapravka o'shancha mana shu go'chatga turibmiz. O tomonga esa chap tomoni anavi dizel yo'q. Lehkovoshkalarga bu tomon, o'ng tomon anavniki gruzovoylar, shuning uchun o'rtadan bosamiz. Mana bu induslar mana boshidan sal qo'l turtib ketishiga xavosti bilan hali mana bu qiz chaqirib baqirib qoldi. Ular chiqib 2 kishi ekan. Italyanslar bosyapti Afg'onga. Bu yerda mumkin emas Afg'on qilish. Italyanslarga farqi yo'q. Mana men aytganim, 2 polosali yo'l bo'lsa, mana gruzovoylarga Afg'on запрещен. 0 dan 24 gacha, ya'ni kruglaz o'tishni. Menga o'xshagan eka qiluvchilar yurimiz mana 82 da 80-82. Italyanslar ichi siqilib ketadi. Juda ko'pchiligi mana shunaqangi domna kolyosaq deydi, ana shunaqada yurar ekanda ular shu har doim unda juda ko'p ekan mana shunaqa domna kolyosaq. Shu почти nemislar ham, yevropeylar juda ko'p ham shunaqada yuradi, lekin aynan Italiyada endi mana orqa tomonimizda o'sha dengizga yaqin bo'lgani uchunmi, plyajlar bo'lgani uchun Ispaniya tomondanmi chiqib juda ko'p ekan shunaqa domna kolyosada yurish. Mana shu tomondagi bog'mi, bog'iga qarayman. Uzun bog' shekilli bosib qo'yibdi. Bu tomon demak, uzunlar ekan. Молодец. Ajoyib qilib qo'yibdi. Uzunda ham. Polya juda ko'p ekanda bu uzumlar. Bu taraf ham shunaqa. Ishlamaydi italyanslar. Quruq yeb yotadi deymiz mana. Uylarni qaranglar. Adirda bo'yida. Endi boyagi Afg'on запрещен deymiz. Endi bizda u aytamiz-ku, Afg'on bu ya'ni встречныйga chiqib, uni quvib o'tib, keyin o'zingni polosangga qaytish Afg'on deyiladi. Bu опережение, ya'ni parallelni ketayotganda, ya'ni yonma-yon o'zbekchasiga tarjima qiladigan bo'lsak, parallelni ketayotgan mashinani Afg'on qilish, ya'ni ikkinchi polosaga gruzovoylarda chiqishi mumkin emas, bunday bo'lganda. Ana shu uchun ishtirok qiladi. Bu yerda kerak bo'lsa A22 da mana shu yerda ko'pchilikni pravasini ham lishat qilib tashlagan. Ikkinchi polosaga chiqqanligi uchun. Endi shunday deb eshitganman. Aynan o'zim guvohi bo'lmaganman, eshitganman. Shuning uchun indamay yuraveramiz birinchi polosadan. Soychasi bor ekan mana yerda. O'zarachasi, ko'lchasi tog'ni bo'yida.
Italiano. Uzun bog'larni qarang. Adirlarga ham ekib tashlagan. Avstriyaga xush kelibsiz. Avstriya chegarasidan o'tdik boya. Eng pastga hozir tushdik 40 km tezlikda. Chunki Gruzovoylarga 40 qo'ygan. Mana shu posyolkaga tushdik tepadan. Endi Avstriyadan bugun uspet qila olsak chiqib qolishimiz kerak edi. 2,5 soat vaqtimiz qoldi. Germaniyaga o'tib qolsak, yog'i mazza. Mana Avstriya ichida bu A13 deylar ekan. A12 darsi. Вообще tekis yo'lda kelishimda o'zlaring ko'rdilaring. Qayerlardan yurib keldi. Mana shunaqa katta trassasi. Mana Myunxenga ketadigan trassaga o'tib oldik. O'sha trassadan ketyapmiz boyagidan beri. Qor boshlandi, yurish juda qiyin bo'lib qoldi bularda. Lehkovoylar ham yurmayapti. Gruzovoylar ham yurmayapti. Obgon qilish вообще запрещен. Vaqtimiz kam qolgan. Tormoz berishini qarang, lehkovoylar. Ketdik ostida boraveraylik. Politsiya ushladi, soat 8 dan zapret deyapti. Avstriyada granitsada ushladi. Mana 1 kilometr qoldi o'zi chiqishimga Germaniyaga. Yo'q, soat 8 dan zapret deydi. Soat 9 bo'ldi. 500 euro shtraf deyapti. Mana akalar, kecha shu politsiya ushlab 500 euro shtraf qildi. To'ladim. Granitsada edi, shu granitsadan shunday granitsaga yetmay qoldi, 1 kilometr yetmay. Granitsadan o'tib birinchi parkovkaga kirib damda oldik. Mana hozir uyg'ondik. Hech kim qolmagan. Xullas kalon ishtirok bo'yicha menejer bilan ertalab yozishdik, keyin o'zi telefon qildi. Chunki men unga aytdim, men novichokman, hali Yevropa bo'yicha birinchi kadensiyam. Shuning uchun shunaqa ma'lumotlar men qayerdan vaqtlaraydi dedim, men aytishim kerak edi. To'g'risi aytmabman deyapti. Chunki deyapti, gruz olish, topshirish, yurish, mana shu ham taxograf bilan ishlash, qanaqa nima hammasini qilyapsan. To'g'risi sen haqingda как novichok deb esimdan chiqarib yuborganman deyapti. Dinozavrlar, hozir tarjima qilaman, nimalar? Dinozavrlar payti Yevropaga kelib ishlab yurganlar bor deb, shunday chudiklar deyapti. Shular uchun переживать, ya'ni o'ylab, shularga ko'p anaqa qarab, senga qaramabman, sen bilasan deb o'ylovdim deyapti. Avstriyada zapret yozda soat 10 dan keyin ekan, ertalab 5 gacha, qishda soat kechqurun 8 dan ertalab 5 gacha ekan. Keyin yana undan keyin shu har xil o'zgarib turadi. Aslida shunday ekan. Men buni bilganim yo'q. Men har doimgi sayt bor, hamma ko'radigan. Saytga kirdim, 22:00 turgan ekan. Ya'ni soat 10 dan keyin zapret. Soat 9 da o'sha men chiqib ketyapman Avstriyadan. Bemalol yuruvdim. Qarabsizki, soat 8 dan ekan zapret. Ko'rasiz, mana shunaqa ma'lumotlar bilmaymiz biz novichoklar. Xullas kalon kompaniya to'laydi dedi. Yana ham bilmadim. Meni aybim deb tan oldi, o'sha chatga yozdi. Men vinovatman. Предупредить qilmabman deb yozdi. Endi bu yo'g'iga nasib Germaniyadan bugun kun uzoq yuramiz. Erta dam olish, yangi yil. Yangi yildan keyin yana yuramiz, chiqib Daniyagacha. Hali yo'l uzun. Ketdik. Yana zamerzakamiz muzlab qo'ygan ekan, hozir tozalab qoldim. Короче, u menejerning gapiga ham ko'p uchavermaymiz, chunki sababi u hozir menga shunaqa deydi, lekin o'sha professional necha yildan beri ishlab yurgan Yevropada ishlab yurgan akalarga aytadi. Novichogim deydi, Avstriyada deydi, soat 8 dan keyin qishda zapretida bu soat 9 da o'tgan. Shu oddiy narsani ham bilmagan, o'zicha saytdan ko'rib soat 10 da ekan deb haydagan deb ularga shunaqa ko'raveradi. Xullas kalom menejerlar shunaqa. Buni gapiga o'chmaymiz, e'tibor qilmaymiz. Ketdik, nasib. Bismillah deb boshlaymiz endi.
Так, mana bizni поворот. Через 900 метров сойдите с автострады 13 и продолжайте езду по трассе И-45. Berlin tomon burilamiz. Nürnberg, Berlin. Ketdik. Mana yaxshigina qor boshlandi. Palasa yog'di-yu qor. Tak, yurishni to'xtatdi hamma. Mana avtobusdan o'tsak, manalar endi yo'l bermaydi. Yo'l beringlar endi, biroq qulaylik shu avtobusda. Qor bo'lsa Germaniyada yurishni to'xtatib qo'yar ekanda. Davos Daniyagacha где-то поворотник ham boshladi. Daniyaga где-то tushiradigan joygacha bir 450 kilometrcha qoldi. Daniyani o'ziga bir 250. Ketamiz, ketdik. Короче, trassada katta avariya ekan. Yo'l yopildi. Endi vaqtincha yopildi, mashinalar to ozuncha kutib o'tirmadikda, Google'ga qarab yana qishloq araladik. Trassada probka yopildi. Katta avariya. Yo'lni yopgan polностью. Где-то 7,5 kilometrdan keyin qaytib chiqamiz o'sha trassaga. Shuning uchun yo'g'iga o'zimizni bo'ynimizga olib risk va strahni ketdik, qishloq aralab aylanamiz o'sha trassa. Поверните направо, потом сразу плавно поверните направо. Bu aylanib o'shanga qaytib o'tibdi trassaga. Плавно поверните направо. Ketdik. Qor yaxshigina uryapti. Крутые правый. Qishloqlardan chiqyapmiz, trassaga qarab ketdik. Biz aylanib Через chiqqanimizcha, 200 метров въезжайте на автостраду Е7. aylanib chiqqanimizcha menimcha trassani ochdi. Indamay sabr qilib turganimizda orqamizda qoldida bu yopilgan joy avariya. Menimcha уже ochdi, mana mashina kelyapti. Въезжайте на автостраду. Ochibdi. Sabr qilmamiz. Продолжайте ехать по дороге 133 километров. Mana akalar, Daniyaga yetmay to'xtadik, Stengadamiz. Nasib bo'lsa 45 daqiqani tugatib 45 soat dam olib keyin ketamiz ponedelik. Hammaga sog'lik, omonlik akalar. Allohga omonatsizlar. Duoda bo'lib turinglar.